Akalar bilan yangilikka zo'r videoni tuzolmaysiz. Akalar bilan Tojikistondan yuk keldi, qaranglar. Furalarimiz Tojikistonda hamma joyga Moskvadan yuk jo'natadi, Tojikistondan yuk olib kelamiz. Akalar bilan Zafarobod, Istaravshan, G'onchi, Proletar, Xujand, Spsor, Konibodom, Isfara hammasiga Moskvadan yuk olib ketiladi. Agar kimnidir yuki bo'lsa, Tojikistondan ham yuk Moskvaga olib keladi. Kimlardir kvartira olgan, kimlardir uy olgan, xullas mana mebellar o'zimizda juda arzon, bitta juda qimmat bilasizlar, qaranglar. Qayerdan? Rossiyani qayeridan? Sankt-Peterburg, Moskva, Obninsk, bu tarafli Kalugagacha boramiz. Yukni o'zlaring yig'asizlarmi? O'zimiz yig'amiz. 100 kilodan bo'lsa, 100 kilogacha polni bor uydan olamiz. Qaysi mashinalar bilan yig'asizlar? Mana shu mashinalar hammasi chiqadi-da. Akalar qaranglar mana. Kim agar Pushkina, Ivantevka, Mitishida yashab ishlasa, mana shu yerga olib kelsa ham bo'ladi yukni. Shu yerda ham qabul qilamiz. Shu yerdan olib ketsa ham bo'ladi. Moskva bo'lsa, Moskvaga olib boraman desa, Moskvada o'sha yerda turadi furalarimiz. Stoyankamiz o'sha yerda, Moskvada. Yukki kilosi 80 rubldan 100 kilodan ko'p bo'ladigan bo'lsa, uylaringdan olib kelinadi. Agarki 100 kilodan kam bo'lsa ham uylaringdan olib keladi. Narx kamroq qo'shiladi. 100 kilodan kam bo'lsa kelishiladi. Kelishiladi. 100 kilodan kam bo'lsa, tochkasiga qaraymizda, uzoqroq bo'lsa, unga qarab, misol 80 rubl emas, 90 rubl bo'lishi mumkin. O'sha mashinani dastavkani opravdat qilish uchun 100 kilodan kam bo'lsa, o'shanga kelishamiz.